ozginagina kitob o'qish haqida motivatsionniy bir fikr bermoqchiman. Shuning uchun agar hozirgi kunda yoshlarga eng katta muammolardan biri bo'layotgan muammolardan biri bu kitob o'qish muammosi. Shuning uchun sizga ozgina kichkinagina kitob o'qishga qiziqish bo'yicha life hack bermoqchiman. Ya'ni bugungi oladigan narsamiz kitob o'qishni oson va samarali usulni o'rgatmoqchiman. Ya'ni bunda nima qilamiz? Har kuni 20 daqiqa kitob o'qish bilan qanday natijaga erishsa bo'ladi? Birinchisi, o'rtacha 1 daqiqada inson 200-300 ta so'z o'qiy olar ekan. 1 daqiqada 200-300 ta. Agar zo'r o'qisangiz 250-300 ta o'qiysiz. Agar as bo'lsangiz. Keling buni o'rtacha olaylik, 250 ta so'zni olaylik. 1 daqiqada 250 ta so'z o'qiymiz. 250 ta so'zni 20 daqiqada 250 ta so'z bo'lsa, ko'paytiramiz. 20 ni 250 ko'paytiramiz. Necha bo'ladi? 5000 bo'ladi. Ya'ni har kuni 5000 ta so'z o'qiymiz degan. Agar o'rtacha hisoblagan bo'lsak. Ikkinchisi, o'rtacha hajmdagi kitob 200 betdan iborat. O'rtacha hajmdagi kitob 200 betdan iborat. Ya'ni bu 50 mingta so'zdan iborat degan. Xo'p, endi har kunlik 50 mingta so'z o'qisangiz, buni 1 yilga ko'paytiramiz. Qancha kelib chiqadi? 1 million. Matematiklar. 1 million 825 mingta so'z o'qiysiz 1 yilda. Har kuni 1 soat 1 daqiqada 250 ta so'z o'qiydigan bo'lsangiz, buni yilga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 1 yilda 1 million 825 ta so'z o'qiysiz ekan. 1 yilda. Va buni 1 million 825 mingda 50 ming ta so'zga ko'paytirsak, 1 yilda biz 36,5 ta kitob o'qiymiz. 36,5 ta kitob o'qiymiz degani natija nimaga olib keladi degani. Natija har kuni atiga 20 daqiqa kitob o'qiymiz va yiliga o'rtacha 35 ta 40 ta kitob o'qiymiz degan. Ya'ni siz kitob o'qir ekansiz, siz ijtimoiy tarmoqdanmi, video audio kitobmi yoki bosma kitobni o'qiysizmi, kunlik 10 daqiqa kitob o'qib turib, siz arzimas tuyulgan bo'lsa-da juda ham katta qadam tashlaysiz. Bir kino bor, video roligini men sizga tashlab yuboraman. Bir ofitsiant bir professorning oldiga xizmatchisiga keladi. Uyidagi bor kitob magnitni ko'rib turib, kitoblarni ko'rib turib, "O'rtoq professor, dedi, shuncha kitobingiz bor ekan, hammasini o'qiganmisiz?" debdi. Desa, "Ha, o'qiganman." "Shu umringiz davomida qanday o'qigansiz shu kitobni? Bor-yo'q 10 daqiqa ketgan." "Shuncha kitobni bor-yo'q 10 daqiqada o'qib chiqqanmisiz?" dedi. "Ha, 10 daqiqa." "Sirini ayta olasizmi?" "Ayta olaman. Har kuni muntazam ravishda 10 daqiqa kitob o'qishga vaqtim ajrataman. Natijada butun boshli men kutubxonamdagi hamma kitobni o'qib chiqqanman" degan. Ya'ni bu degani sizga mana bu life hack, har kuni kamida 50 mingta so'z o'qisangiz, 1 yilda 35-40 tadan oshiq kitob o'qib berasiz. Bu sizga kitob o'qishni bo'lgan mehringizni oshirish uchun bittagina life hack. Rahmat. Charchoq, yuksalish